Akmalxon aka, nima u efirdan chiqib ketyapsiz akajon? O'tiring efirda. Basharamga qarab, lopimga qarab gaplashaylik unda. Ha? Pokiza jalabsan, amsan deb so'kib ketdi ana Akmaljon akalaring. Men ham so'kay, Sofichim. Men sizlarga bu yerga nima? Men sizlarga bu yerga nima bilan nihoya себе? Yeb qo'ygan joyim bormi? Qiziq. So'kib ketadigan. Ha? Boshqalarga borib go'zalim deysizlar, nimaga? Menda bitta lampa bo'lmaganiganmi aylana lampa bilan o'tirmaganimgami? Telefon podstavkam yo'qligiganmi hammasi? Ha. Bo'yanib, sochimni jingalakon qilib o'tirmaganimgami aybim? Nima aybim bor meni so'kasizlar? Ha? Nima aybim bor meni so'kasan bari? Men ham so'kib ketay deb qo'yadi. Nima aybim bor meni? Nega meni so'kib ketarkansizlar? Men hazilga birorkani. Hay otsin Gunay, misol. Gunay padarka. Ne misol? Otsin, efirim sultoni bo'lsin. Liftimga chiqib so'ksin. Mana, Gunay ot liftimga chiqib so'k mana. Og'zimga ber. Lift orqali-da endi, bego orqali. Hayotda emas-ku. Liftimga chiqib og'zimga ber. Gunay otasan, meni so'kish platnik. Gunay otasan, xohlaganingni so'k. Mana. Mana zdelka. Labizni botoks qilib kipriklar. Ha. Labim botoks emasligiga meni so'kyapsanmi amma? Ha?